Ameliyatda shundoq keyin maydonga chiqqan mayirlarniki nuqta tepish ancha to'g'ri emas. Badan tuzak qizib, maydonning ritmiga kirib olmay turib nuqta tepishga ancha bo'lmaydi. Endi Ahmadjonninki nima degani tajribasi bor deb qaralgan bo'lishi mumkin-da. O'sha yerda endi cho'lpon topchi hisoblanganligi uchun bu birinchi mas'uliyatni ustiga olgan. Ahmadjon otish kelsa haqiqatan tonilib ketadigan oldin qaytam bir tonilgan bu qaytam bir yana bir tonildi ya yaxshilik namoyon qildi haqiqiy yaxshi top keldi. Ahmadjon Vardar Yusufjonning ko'ziga qarab turib tepdi. Qates. Ahmadjon noyat zo'r besim bilan bu to'pni tepgan, lekin haqiqatan yaxshi bir taraf qildi. To'g'ri. Chunki 2016-yilgi Yevropa futbol musobaqasida hal qilish musobaqasida nuqta top jig'ida Sakani maydonga chiqarib nuqta top tetkizgan Solskay. Eng xato tanlash. Bu maydonga endi chiqdi. U hech qanday yaxshi tepolmadi. 2020-yilgi Yevropa musobaqasiga kel. 2020-yilgi Yevropa. Yevropa musobaqasiga. Saka, yana Rashford, Sancho uchinchidan keyin depshi. Badan cho'ng bir qo'zg'ayotgan shu joyda. 31 Mayr Mardan. Mardanjon. Mardanjonmi davlatimizniki darajadan tashqari birlashmasida top tepadigan Mayr, bizning faxrli top to'g'ri. Mardanjon. Mardanjon! Birinchi nuqta to'pni uramadi Akram. Buffon. Bu to'pni noyat tamki chunki Mardanjon amaliyot Akramni oldi o'tgan. Lekin ikkinchi inkasni ayt yaxshi keldi. Bir turib oldi, andiki tapda Akram sadece yana shu chaqda yana inkas qaytira olganda qaytdi. Qarayli, bir to'xtadi. Akram Sirojdan ikkinchi to'pni yana Dilmurod. Oldin qaytimda Dilmurod ikkinchisini tepgan bu deyman. To'g'ri. Ilk cho'lpon to'planiki yo birinchisi yoki 5-chi yo'lishdan zarurati yo'q-ku. Ilk cho'qim aqlashib bu bo'lmaydi dedi qarashlar. Shundoq. Dilmurod Molniyaz. Dilmurod. Top pas qilgan javob. Xatarlik to'p bo'ldi. O'zim qo'qib ketdi. Avval to'p tepgan komandaning besimi ig'ir. Agar ma to'p kirmay qolsa, u joqda Yusufali yana yo'lish to'g'ri tutib emas. Shundoq. U Yusufalining shundoq noyatli g'ulichining kengligini, bo'yining egizligini bilganligi uchun shunchalik o'zik pulini tepgan degan bu tas qolgan chiqib qolgani. Shahzod Xo'ja Ahmad. Shahzod Xo'ja Ahmad. G'ol cherdim. Davlatimizniki darajadan tashqari birlashmaydi. Eng yuqori darajadagi birlashmadiki, eng yosh to'p kirgizgan Mayr. To'g'ri. Butun davlatimizniki juma do'stlar, Xinjiangdagi emas. Rekord buzgan bola. 17 yoshida davlatimizga to'nilgan. Hozir 18 yosh Shahzod Xo'ja Ahmad. Neymarda kelgandiki Shahzod! Qates o'lik pulga daychara tushgan. Tunji to'pni Shahzod kirgizdi. Qashqar Ipak yo'li Uşaq Tovarlar shaharchisi komandasiniki nuqta jangidagi birinchi to'pni kirgizdi. To'g'ri. Vah, tanlagan pulingni aytib qoldi. O'lik pulni qilib tepgan. Akramjonmi yo'nalishni taraz qilmagan. Tasda. Shundoq. 26-yillik Mayr Yanshukay. Bugun mishbat pek yaxshi bo'ldi. Yanshukay. Wow. Yusufali Yanshukaynikini bu to'sib oldi. O'zinglarni tutdinglar, o'zinglarni besdinglar davodida, mana. To'g'ri. Skili water bek tajribali bekla. Yusufalining bo'lmama g'ulash usuliga qarab odam bir xil tempiraydi orasida. Bo'y egizligi, oldin qaytimliq to'plan to'sib idishi. To'g'ri. Kishini rasmiy ansirdi. Bajimurliq Mayr Hasan Qodir. Izchilik bilan yaxshi bo'lgan yaxshi bir bek. Kirgizib qolsa, ikki komanda yana tang holat keladi, yana bir jigri siziqqa keladi. Hasan Qodir. Top kirdi. Ikki komanda yana o'xshash baravar holat keldi.
Arı Oyatın Mulukmayer Aksu komandasından Çalışqa ötüp şaltırıyordu. Çalışqa yani keyinki yerim maydanda maydan almış çıqamayır. Aksu vakili komandasınki. Yusuf Ali. Çalışqa. Qaltes. Çalışqa. Haydi bizim içinde tep kirgizgen. Bu acayip yama vartaken bu da. Acayip yama vartaken bu kadar bir taraf kılamay dep o'ylagan bo'lishi mumkin. Topsa tep bo'lgandan darhol o'zininki vartandan yeniq berib turib bir madad berib turdi. Endi gap senda qoldi og'ina degandekchi. Bunda bugün ifadesi nait qaltis bo'lgan bir mayer. Aldıq yerim maydanda. Yani 70 minutgacha mudofiyat o'yindi. Unidagi ishib ketgan 73 92 faollikda oldi maydonga chiqib turib, hujum nait yaxshi ochib qoladi tanlashdan. Bugungi Alaba degan bo'ldi. Shunda. Bunda! Afsus! Bunda. Ekremcan Vinda'nın topunu to'sib oldi. Asli boshqalar qaraganda Vinda'ning kayfiyati yaxshi, teqim yaxshi. Yurilishni to'g'ri paras qilgan. Nochalar Aksu vakili komandasiga ma'lum penalti ig'ir bo'ldi. Bazini. Ya'ni qaragan bo'lsak Mustafa'mi? Yo'q. 30 bo'lib ekan. Umidjon deb chaltiradi. Umidjon maydonga chiqmaydi. Hozir bu nuqta kirgan bo'lsa Kirsla, shuna ochada musobaqa qilishdi. Demak bu Aksu vakili komandasi 5 to'g'ri. Çünkü Qashqar vakili komandasi shikir kirgizmadi emas bu. Bu g'alabada Umidjon musobaqani oqlashtirib olam yo'q, mush gap bor shu yerda. Yusuf Alining vazifasini aytdi Eg'ir. Umidjon. Umidjon. Yana bir ketdi. Ali. Ekremjonga yana bir besim kelgan bo'ldi. 90 musobaqadagidek qizga to'xtab. Yana her şey komandasida qochadi. O'xshash bir yugurishga yetibdimi? Wow. Aliyarning bismi Ig'ir Azramda. Aliyar bu top tep kirgizish kerak. Kirgizmay qolsalar, nochada bular 5 top, 3 topni kirgizmay qolgan bo'ladi. Shunga Aliyar bu top cho'qim kirgizish kerak. Akram Sirajdan musobaqani oxirlashtirgani yo'q. Sinjanlik Buffon. Aliyar bütün meydan musobaqa oxirlashdi. Bu qitimqi 69-ki chempioni Aksu Jillon Sho'rlik